Hammaga salom, ismim Muhammad Aziz. 21 kunlik challenge'da bugun 8-kuni. Albatta trenirovkani tugatib bo'lganman ertalabdan. Endi formatni ozgina o'zgartirgan holda men shunchaki sizlarga kunim bo'yida nima qildim emas, balki qiziqarli faktlar yoki foydasi tegishi mumkin bo'lgan informatsiyalar bilan bo'lishib o'taman. Bugungi aytmoqchi bo'lgan narsam bu o'zinglar uchun shaxsiy daftarcha tutish, ya'ni dnevnik deb qo'yishadi-yu, shunaqa narsa. Lekin buni bitta nyuansi bor. Ko'pchilik masalan dnevnik tutadigan bo'lsa, faqatgina shu kunim qanday o'tdi, o'zim haqimda yozaman deb o'ylaydi. Yo'q. Bitta effektivniroq yo'li bor buni tutishda. Masalan, men buni ichiga o'zimni kunlik vazifalarimni ham yozaman va shunaqa qilib o'chirib ketaman. Yokida maqsadlarimni yozishim mumkin bu yerga. Yoki chizgim kelganda shu yerga chizaman birato'la. Mana masalan bu yerda qandaydir insightlar olganman yoki ideyalar bo'lgan, shularni shu yerga yozib o'tganman, keyin stiker bilan belgilab qo'yganman. Bu narsa bizni miyamizga bo'lgan nagruzkani ancha kamaytiradi va foydaliroq bo'ladi.